uzoq bo'lsin, baxtimizga doimo sog' bo'lib yuring. Yig'loq. Давай. Robiya oxirida qo'shiq bilan tabriklaydi. O'shaning uchun bu oxirgi suyakmiz. Biz ishongan tog'imiz Dostonbek umri uzoq bo'lsin. Ijodlaringga Alloh baraka bersin. Nima deydi? Haqiqatda dunyoga doston bo'lgan. O'sha ayang bilan, opadan, achalaring bilan niyat qilib dunyoga doston bo'lsin deb senga doston ismini qo'yganmiz. Shunga yarasha Alloh senga juda ham katta baxt bersin, omad bersin, taxt bersin, pul bersin, yana hamma narsang bo'lsin iloyim. Umring uzoq bo'lsin. 100 yoshlarga kirib yurgin, ijodingga barkamollik. Ijodini gullatib, bunga ilhom beruvchi farishtasi Gulmira qizimam sog' bo'lsin, uzoq bo'lsin. Kommentariyam bildirishim kerak. Rahmat hammaga Sog'lomga nima aytishim kerak? eng katta sovg'a shu. Pulga ham sotib olmaydi bu sovg'a. Rahmat hammaga e'tibor uchun. Konsertimiz tugadi. Barchangizga baxtimga sog' bo'linglar. Mana shunday ajoyib dasturxonlarni organizovat qilgan organizatorlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qo'yamiz. Mana shunga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi yilgacha. Qachon bo'linglar. Sport bu hayot. Demakdir.